Hissi aqli ustun odamlarning 13 alomati. Justin Bariso. Ko'plagan kishilarga nisbatan turmushida va xizmatida utuq qozonishida hissi aql kishilik aql farosatdanmi ustun o'rinda turadi. Shaxs bo'lish sifatimiz bilan kishilik turmushda va kasbda utuq qozonishimiz boshqalarning signallarini tushunish va shuningga mos holda inkos qaytarish qobiliyatimizga bog'liq. Shu vajidan hammamiz boshqalarni texmi yaxshi tushunish, ularga yeztoshlik qilish va ular bilan suhbatlashish uchun kerak bo'ladigan hissi aql iqtidorlarimizni taraqqiy qildirishimiz kerak. Bundoq bo'lmaydi ekan, muvaffaqiyat turmush va kasbiy hayotimizda bizdan o'zini ilib qochadi. Harvard universitetining mashhur nazariyatchisi Howard Gardner hissi aql to'g'riliq mundoq deydi. Hissi aql degan sizning boshqalarni tushunish, ularni nimaning harakatga keltiradiganligini bilish va ular bilan qanday qilib hamkorlashib xizmat qilish jihatlaridagi iqtidoringizni ko'rsatadi. 1995-yili psixolog va bilim axborotchisi Daniel Goleman bir parcha kitob nashr qildirib, dunyodagi ko'plagan kishilarga hissi aql degan yangicha uqumni tanishtirdi. Kitobda o'tirg'i qo'yilgan his tuyg'ularni tushunish va boshqarish iqtidori kishining muvaffaqiyat fursatini yuqori ko'taradiganligi to'g'risidagi ideya tezlikda bosh ko'tarib, kishilarning his tuyg'u va insonlarning ish harakatlari to'g'risidagi o'yiga cho'nqur ta'sir ko'rsatishga boshladi. Xo'sh, undaqda hissi aqlning kundalik turmushdagi ifodalari qaysilar? Tövendikisi hissi aqlning kundalik turmushdagi 13 ifodasi hisoblanadi. Birinchi, his tuyg'ular to'g'risida o'ylanasiz. Hissi aql o'zingizning va boshqalarning his tuyg'ularini va uning ta'sirini tonish iqtidori hisoblangan o'zlik imi va ijtimoiy ongdan boshlanadi. Bu xil ong o'ylanish orqali vujudga keladi. Siz o'zingizdan mundaq savollarni so'raysiz. Mening his tuyg'u kuchim qanchalik? Mening ojizliklarim qaysilar? Mening hozirgi kayfiyatim mening o'y xiyollarimga va qaror chiqarishimga qanday ta'sir ko'rsatadi? Boshqalarning so'zlari va fe'illarga ta'sir ko'rsatadigan sabablar qanday o'tirg'i chiqadi? Mushu tipdagi savollar sizning manfaatingiz uchun foydali bo'lgan tushunchalarni ro'yobga chiqaradi. Ikkinchi, ozg'ini to'xtab olasiz. So'zlash yoki harakat qilishdan avval o'ylanib olish uchun ozg'ini to'xtab olasiz. Buni deyish oson, ammo qilish tez. Bundoq qilish sizni o'ng'aysiz ahvolda qilishdan yoki aldiraqsonlik bilan hukm chiqarishdan saqlab qoladi. Bundoqcha aytganda, ozg'ini to'xtab olish vaqtliq his tuyg'ungizga tayinibla mangulik qaror chiqarib etishingizdan sizni to'sib qoladi. Uchinchi, o'y xiyollaringizni kontrol qilishga tirishsiz. Ma'lum bir paytda o'zingizda paydo bo'lgan his tuyg'ularni degandek kontrol qilib bo'lolmasligingiz aniq. Biroq o'y xiyollaringizga markazlashish orqali his tuyg'ularingiz sabab bo'ladigan inkoslaringizni kontrol qila olasiz. Bu xil holatni buni jumla yo'ritib bera oladi. Siz biror qushning beshingizga qo'nishidan saqlana olmaysiz. Biroq uning beshingizga chang'i tizishidan saqlana olasiz. To'rtinchi, tanqiddan manfaat olasiz. Hech kim salbiy fikr takliflardan mamnun bo'lmaydi. Biroq siz tanqidning, hatto u tanqid eng to'g'ri uslubda o'tirg'i qo'yilmagan taqdirdimi siz uchun o'rganish fursati ekanligini bilasiz. Garchi sizga qaratilgan tanqid o'rinsiz bo'lgan taqdirdimi, shu tanqid orqali boshqalarning qanday o'ylaydiganligi to'g'riliq jip uchiga erishsiz. 5.
durust bo'lasiz. Durustluq o'zingiz to'g'risidagi hamma narsani har zaman boshqalarga oshkorlab berishni bildirmaydi. Durustluq o'ylaganıngizni deyish va deganingizdek o'ylashdan, o'z qimmat qarishingiz va prinsiplaringizga har zaman rioya qilishdan iboratdir. O'z ko'z qarashlaringiz va his tuyg'ularingizni ifodalashingizdan hamma kishining qadriga yetmaydiganligini, ammo siz muhim biladigan kishilaringizning bularni ifodalashingizning qadriga yetadiganligini bilasiz. 6. Yesdaşlığınızı ifadelaysiz. Yesdaşlık qilish qobiliyatingiz boshqalarning o'y xiyollarini va his tuyg'ularini tushunishini o'z ichiga oladigan bo'lib, u boshqalar bilan munosabat o'rnata olishingizga yordam beradi. Siz o'zingizdagi yesdaşlık qilish xarakteri sababli boshqalarni baholash yoki nomer qo'yishning o'rniga ularning ko'zi orqali his tuyg'ularini bilishga tirishchanlik ko'rsatasiz. Yesdaşlık qilish uchun boshqalarning nuqtai nazariga mutlaq holda qo'shilish shart emas. Aksicha, yesdaşlık degan boshqalarni tushunishga tirishish va buning natijasida boshqalar bilan texmi cho'nqur, texmi atrofliq munosabat qura olishingizni ro'yobga chiqarish demakdir. 7. Boshqalarni maqtaysiz. Kishilarning hammasi e'tirofga va maqtashga erishishni orzulaydi. Siz boshqalarni maqtaganingizda ularning tashnoligini qondirasiz va bu orqali ishonchga erishasiz. Siz boshqalarning yaxshi ta'riflariga e'tibor berishga boshlaganda hamma ishlar yaxshilik ichida boshlangan bo'ladi. Ondan siz qarshi tarafdan mamnun bo'lgan taraflaringizni ochiq ifodalaganingizda ularni o'zining eng yaxshi holatini ifoda qilishga ilhomlantirgan bo'lasiz. 8. Foydali fikr takliflarini berasiz. Salbiy fikr taklifining boshqalarning hissiyotiga zarba berish mumkinchiligi bek cho'ng. Siz buni tushunib yetib, tanqidni foydali fikr taklif sifatida o'ttirg'i chiqara olasiz. Bu orqali qarshi taraf foydali fikr takliflaringizni o'zi uchun ziyonliq emas, balki foydali deb biladi. 9. O'zr so'raysiz. Kechiring deyish kuch va jasorat talab qiladi. Biroq boshqalardan o'zr so'rash orqali tabiiyla boshqalarni o'zingizga tortishdan iborat kamtarligingizni ifoda qilg'ili bo'ladi. Hissiy aql sizga o'zr so'rashning hargizmi doimla o'zingizning xatolashganligingizdan derak bermaydiganligini his qildirdi. O'zr so'rash o'z shaxsiyatingizdan bakrak boshqalar bilan bo'lgan munosabatingizga ahamiyat berish hisoblanadi. 10. Kechirisiz va unutib ketasiz. Nafratlanishni davomlashtirish pichoqni yaraga sanchiqliq beti qo'yib qo'yishga o'xshaydi. Boshqalarga nafratlanishni davomlashtiraversangiz, sizni xafa qilgan taraf hayotini davomlashtiravergan taqdirda siz hech qachon o'zingizni davolashga fursat bera olmay qolasiz. Boshqalarni kechirsangiz va qusurlarini unutib ketsangiz, boshqalarni o'z his tuyg'ungizning dushmani qilib olishdan saqlanib qola olasiz va bu orqali o'zingizning olg'a ilgarilishiga yo'l ocha olasiz. 11. Va'dangizda tursiz. Kelishimga yoki va'dasiga xiloflik qilish kunimizdagi kishilar orasida umumlashib ketdi. Do'stingiz bilan sohilda sovuq bir kechani o'tkazishingiz sizga nisbatan bolangizga bergan va'dangizda turmaslikdan yoki bir cho'ng savdodagi oxirgi fursatni qochirib qo'yishdanmi bek ziyonliroq emas. Agar siz mayli kichik, mayli cho'ng ishlarda bo'lsin, gapingizda turishni o'zingizga odat qilib olsangiz, ishonchlik va samimiyat nuqtasidan yaxshi obro'y qozona olasiz. 12. Boshqalarga yordam qilasiz. Boshqalarning hissiyotiga ijobiy jihatdan ta'sir ko'rsatadigan eng yaxshi usullardan biri
ularga yordam berishdir. Nurg'unlagan kishilar sizning qaysi maktabni bitirganligingiz bilan, hatto o'tmishdagi natijalaringiz bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Biroq siz boshqalarning hikoyasini anglashga yoki ularga yordam berishga vaqt ajratsangiz, kunlaringiz qandoq o'tadi? Siz xandaklarga tushib, u yerdagilar bilan birga ishlashga rozimi? Bularni qilishingiz boshqalarning sizga ishonch bog'lishiga, shundaqla muhim paytlarda boshqalarning sizning o'rlashtirishingizga ergishishiga yo'l ochadi. 13. His tuyg'u jihatdan yemirilishga uchrashdan o'zingizni qo'g'daysiz. Siz hissiy aqlning birovning o'z g'ariziga yetish uchun boshqalarning his tuyg'usidan foydalanishdan iborat qorong'u tarafi borligini tonib yetisiz. Mana bu boshqalar sizga shunday qilmoqchi bo'lganda, o'zingizni qo'g'dash uchun hissiy aqlingizni kuchaytirib turishni davomlashtiraverishingizdagi sababdir.